Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitillar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, Sobit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'ja Niyoz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizlarni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziyo Samadi. 21 bob. Qarliq davan. Birining keynidan biri iz besib, davan o'rlab kelayotgan jangchilar. Atlar qarni ko'ksida yerib, tumshuqlarini qarga terab, zo'rg'a siljishidu. Davanni o'rlagan siri mengish ta'slashib, zo'riqqan atlar mudrab yiqilib, belig'icha qarga ko'milib, ustidagi yukni yeninklatmagicha qo'polmaydi. Jangchilarmi bargancha holdan tiyib, aran-aran olg'a chamdaydi. Lekin ularning jazmi kuchli qiynalsimi, soğda muzlisimi pisang qilishmay, manziliga yetishga, sapdan ayrilib qolmaslikqa g'ayrat qiladi. Irodasini bo'shatmaydi. Sapning oldida G'ini Batur. U o'mida so'l tortgandek qor kechib yo'l boshlab mangmoqda. Uning keynida baquvvat Abdulla To'nguz, Musaxon va Bavudonlar izni kengaytib mangmoqda. Davanning bel o'ttirisiga yetganda to'satdan quyun o'xshash ta'tur shamol chiqdida, Xaman so'rgandek qorni uchirib, ma'nonlashib, qorong'ulik besib, ko'z ochqini bo'lmadi. To'xtanglar! Unlik vaqirdi G'ini Batur. Atlarning chulvarini bir-biriga chetinglar. Jangchilar Sardarning deginini qilishdi. Chulvarni mahkam tutib, iz yo'qotmay menginglar. Әмді jangchilar qarg'u odam ostoyoqqa taynib mangandek chulurning tortilishiga beqib, avaylab qadam bosatdi. Otlar ulardan qolmay әгішәтdi. Bu davanni Tashigur aholisi Talva davan deb bekor aytmagan. Yoz faslida bakmu go'zal, abu hayot, bu cho'l g'o'l qishda ashub bermaydigan, dam ichilib, dam tutilib va birdan ta'tur shamol chiqib, ma'nan chang qoplatadigan xatarlik odati bo'lg'achqa, qish kunlari hech kim davan oshmaydigan. G'ini Baturlarga Dashigur aholisi Talva davan bilan mangmaslikni maslahat berganu, lekin zo'ruriyat tufayli, ya'ni davan oshsa 3 kunlik yo'l qisqaradiganligini nazarda tutgan G'ini Batur Talva davan bilan ilishib ko'rishni jazm qilgan edi. Baturga ishindigan va u boshlagan yo'ldan qaytmaydigan qaysar yo'ldoshlarimu xatarga pisang qilishmay, dushmanning orqa tarafidan tuyuqsiz paydo bo'lib, zarba berishga qiziqishgan, aldirashgan edi. Boshlamchi yo'ldan ozsa, mudirib yiqilib, o'ymonga g'ulab tushsa, keyindikilarmi shu holatni kechidi. Hamma qor davan ostida qilib, halok bo'lish ehtimolidan yiroq emas. Qahrlik Talva davanning g'azabi yomon. U na Batur, na ojizni aymaydi albatta. G'ini Batur har bir qadamini avaylab, pam bilan besib olg'a siljatdi. U yerni emas, o'zining yuzini dastlagandek avaylab dastaydi. Har ishda pam parasat kerak-ku, kuch-quvvat bo'lgan bilan hisob emas-ku. G'inida yoshlig'idanla kuch-quvvat bor, pam parasatmu bor, davan eshish tajribasimi bor. U Yulduz tog'larining talamat, kuykun davanlaridan, atoqliq muzat davandan o'tgan-ku. Balkim shu aloyidliklarga ishinib, 200 cha odamning jinini huddiga olgandu. Oz qoldi, g'ayrat qilinglar. G'ini Baturning amrona ovozi jangchilarga kuch madad bag'ishlaydi-da. Uning ovozini anglash bilan tetiklashib, yer beg'irlab olg'a siljishatdi. Mundaq vaqtlarda ot jonivorlar odamdanmi chechan keladi-ku. Otlar izdan chiqmay, tirajab olg'a bosatdi. Faqat ustiga pilimot, o'q yeshigi ortilgan otlardan birila so'rindida kultuk qorga petib qoldi.
uni qutuldirish mumkin bo'lmaganlikdan tashlab ketishga to'g'ri keldi. To'pdan ayrilib qolgan bechora jonivor meni tashlab ketdinglar degandek kishnidi. Lekin shamolning bo'ridek huvilishi uning unini besib ketdi. Ta'tur shamol qandoq tuyuqsiz chiqqan bo'lsa, shundoqla tuyuqsiz to'xtab, atrof vallida yo'rib, hayot qaytib kelgan edi. O'yla aramdiki qarlarni supurib tozalagandek, ta'tur shamol davan ustini gujab, tap-taqir qilib qo'yibdi. Tabiatning hikmati ulug'da. Ahvoling qandoq, Sulaymon Shangzong? Deb so'radi jangchilarning hammasini bir-birlab ko'zdan kechirib, xotirjam bo'lgandan keyin G'ani Batur beshiga tulka quloqcha, uchsida bo'ri jug'a kiygan bu odam dashigurluq boy bo'lib, G'ani bilan uzundan beri do'stlashadigan mard bayvachchilardan edi. U qo'zg'olonchilarga yaroq 50 ot va 200 jangchiga kiyim-kechak iyona qilib, o'zi fidoi bo'lib qo'shilgan. Yomon emas, chiroying solashgan chayizdek pulishib qopti. Tichqina ikki xotiningning qishda yotsangmi bo'ptikan. G'anining so'ziga jangchilar kulishdi. Shu kuni kechgacha odam va otlarga aram berishni topshirib, o'zi Baudun bilan qirqa ustiga chiqdi G'ani. Yoz kunlari choy qilib yiqimliq ovoz chiqarib turadigan sayram ko'li muz qetibdi. Onda sanda qor to'xtamagan to'gidek muzlar quyosh nurida tosh aynakdek paqirab, ko'zlarni qamashtirdi. Sayramning to'rt tarafidagi keng yayloq o'tloqlar qilin qor ostida qolgan. Tog' bag'ridagi qarg'ayliqlar oq qorda texmu qiniq yeshillashib, yashnab ketibdi. To'rt atrofi oq kepanga yo'ginib, qattiq uyquga cho'mgandek jimjitliq. Na yayloqning ko'rki ot yilqilar, qo'y qo'zilar ko'rinsa va na sayramning sho'x shavqini anglansa, ko'ngil g'ashligini qo'zg'aydi. Nima deb davom ochdiq, Bavdun? Qandoqdir pushaymon ovozda dedi G'ani oppoq daladan ko'z uzmay turib. Bavdun nima deyishni bilmay ang-tang bo'ldi. Nimishga tog' aralab yurimiz deyman. Sen mang deding, mangdoq. Ha, menimo mang deyishgan, dedi-de, qor ustiga chazani qurib, tamaka o'rashqa boshladi G'ani. İli viloyatiga tava Jo'ng'ar tig'ining sharqiy qismi G'ulja, Nilqa, Kunas, Tekas, Mo'g'ulkura, To'qqiztara, Chapchal Suydung, Chilpangza nahiyalari dushmandan ozod qilingan. Jo'ng'ar tig'ining shimoliy qismidagi Arshang, Bo'rtala, Jing nahiyalari bilan aloqa bog'laydigan cho'ng tosh yo'lning o'tkal tuguni Talka davinimu texicha to'siq edi. Talka davini ichilib, Arshang, Bo'rtalalar ozod qilinsa, Cho'chak, Tarbag'dayga va Andin Altayga yo'l ichilatdi. Bu ikki viloyatni ozod qilish ham strategiya va iqtisodiy ahamiyatga ega ediki, mushu yo'lni ichish vazifasi yana G'ani Baturga topshirilgan. Nim uchun meni shuncha yiroqqa avatishdi, deb pichirildi tamakini necha sho'rab G'ani. Bu gumonliq o'y uning ko'nglidan davom eshivatgandimu necha qitim kechgan. Shu topda uning ko'z oldida Ilixon to'rining vijik qaddi, shapirin qandidek qisqa, lekin harakatchan qo'llari, qiz bolaning sekiligidek kalta soqoli gavdlandi. Siz faqatgina siz bormasangiz bo'lmaydi. Qahramon, jon qahramon, deganlarchu texi. Gulxon yiqib cho'rdishib o'ltirishgan jangchilarning kulka ovozi anglandi. Kimdu birisi qo'llarini har turli harakatga keltirib, qiziq so'zlab jangchilarni kuldirmoqda. Chilpanza mening kuchim bilan ilingan, dedi qiziqchi yigit. Sepil ustidagi zo'r potayga o'rnatilgan 4 pulemyot digining to'xtamay sayrab o'q digining yomg'irdak yig'ib yaqin barg'ili bo'lamdigan. Ikki qatim hujumga o'tgan jangchilarimizni ko'chatlarni har degandek to'kivatdi emasmi? Qarasam, Uyg'ur bolalari qirilib ketadigan turi bor. Mundaq chog'da Yusuf akang chidab tura olamdi. Ikki otlab komandirning oldiga bordimda, ruxsatmi? Deb so'radim. Achchig'i chos, marganlikda menga suv quyib berolmaydigan tertak komandir menga bir go'liyib qarab, nima gap?
xush yoqmagandek so'radi. Potayni portlatishga ruxsat qiling, deb ilib tektik bo'ldim. Komandir nima deb so'q kuldi. Ruxsat qiling, takrorladim. Qattiq turganligimdan komandir ruxsat qildi. Xudo o'zing yor bo'lg'aysan dedimda, opam yuz etqini bergan yog'liqqa 6 granatni tugib, yer beg'irlab o'mlab mandim. Xudoga ishonsanglar, o'zimga rost, sizlarga yolg'on. O'q degining mo'ldirdek yig'ib, ikki yinim oldi keynimdan yerga tegib, po'ngzakdek qanqib ketidi. Manga tegmaydi. Sen o'zing maza g'ujamliq bo'lgandikin, piri kamillar qo'llaganda, opsi tilsim tuma qadab qo'yibdi. Shunglashqa o'q tegmaydi. Tushma tushdan ta'na qilishdi yigitlar. Nima desanglar daviringlar, davom qildi ta'nini pisang qilmagan Yusufjon. Shu o'milginimcha sepil tuviga yetib berib, yo Rustami doston deb bir nar tortib, yog'liqqa tugilgan granatlarni dangsab turib, potayga qartib otdimda, yerga choplashib yetib oldim. Bir kemda tog' g'ulab, yer yerilgandek ovoz ko'tarilib, olam qorong'ulashdi. Asta beshimni ko'tarsam, potay tigi takti bilan ko'chib, osmonga chiqibdi. Chiriklarning jasadlari teriqdek chechilib, saq qolgan ikkisi osmonda laylab yuribdi. Ostidagisi ustidagisidan suydi bomba deb so'ravidi. Ustida laglakdek laylab yurgini Sulaymon Shanzodi. Pingyu Yusufjandi granata dedi. Shundoq kulka ko'tarildiki, G'animu kulishga boshladi va bekala avar bo'lib, davom eshibdimiz. Sening poring bilanla sha olsaq bo'ldikan, deb jangchilar qishig'a bordi. Shu kuni yaxshi dam elib, otlarni chiliqtirib, kechilib yurib ketishdi jangchilar. Otlanish oldida Arshangdagi qo'mondon qismlarga ikki taraflab hujum qilishga kelishilgan. Sharq tarafdan G'ani Batur boshlagan jangchilar, g'arb tarafdan G'aldan boshchilik qilgan jangchilar. G'aldanning atriti o'rtaq Sari do'nligini yeshib, g'arbdagi qishloqda qishlaydigan mo'g'ullarni qo'zg'ab, ular ichidan fidoyilarni o'z atritiga qo'shib olmoqchi va Arshang ishg'ol qilingandan keyin mo'g'ullardan tarkib topgan atrat tashkil qilinmoqchi. Ikkinchi kuni tong atarga yaqin Arshanga yetib kelgan jangchilar anchila egiz emas do'nglikda ustida pozitsiya tutib, G'aldan boshlig'idagi atratning yetib kelishini kutib turishdi. Arshangning shifoliq suyi mashhur. Shu shifoliq suv tufayli Arshang mahallasi obod bo'lib, oz yil ichidala nahilik shaharchiga aylangan. Yoz kunlari dam olg'ili, davolang'ili kelgan ketgan odamlarning oyog'i uzilmaydi. Mal chorva o'stirishga qulaylik keng, bepoyon dalada asosan Mo'ng'ul, Uyg'ur chorvachilari yashaydi. Texi ichilmay yotgan madan boylig'ichu. Jo'ng'ar qapqisi ana shu Arshang tavasida Sovetlar ittifoqiga chegirdosh. Mushu sabablarga ko'ra Arshangga qo'mondonchilar Xitoylarning harbiy garnizoni joylashgan. Tang belgisini berganda G'ani Batur miltiqlardan zolib berishga komanda berdi va qilishni yalang'ochlab "Urra!" degan piti ot soldi. G'arb tarafdanmi ana shundoq sado ko'tarildi. Hujum boshlandi. Kuchlik surandin mangdigan chiriklar esini yig'ib, qarshilik ko'rsatkicha shiddatlik bisib kirgan jangchi va fidoyilar ularni itib chepishqa boshladi. Eng oldida ola otni choptirib kelayotgan G'ani Baturning suridan qo'rqqan chiriklar miltiqlarini tashlab badar qochatdi-yu, kuchlik qo'lida chipilgan qilich zarbidan yerga domlashatdi. Jon talishib tipirlashatdi. G'ani hech qachon bu qatimdagidek dushman chiriklarini qirmagan bo'lg'idi. U puxadan chiqqandek qonliq qilichiga bir qaravoldida garnizon shtabiga kirib ketdi. Arshang ishg'ol qilinib, g'animat ilingan qurollar fidoyilarga tarqitib berildi. Mo'ng'ullardan maxsus iskadron tashkil etildi. Bu iskadron keyinroq Erda Bulg'unov boshchiligida qurilgan Mo'ng'ul polkiga asos bo'lgan edi. Oson g'alaba bilan qanoat hosil qilishdimi yoki mushaqqatli yo'l azobidan herib etishdimi, qechib ulgurgan bir turkum chiriklarning keynidan qo'g'lab uzil kesil tarmar qilishning o'rniga
arshang suyida cho'milishga, to'q tomoqlarni yeb, orom ilishga aldirashdi jangchilar. Hərbiy intizamdan xali, təşkil cəhətdən taraqaq, partizan şəkildəki bu ətrət içidə texi xam, tarqaqlıqqa mail adamlarmı aralashqan bo'lib, ularning ba'zilari qarsh o'rab dud kaypini suradigan, kechida shu dud kaypini surishib, o'ltirishgan chog'da jangchilardan biri huduqqan holda kirib, Xitoylar besib kelayotganligini xabarladi. Qang'iyib aram ilib yotgan G'ani Batur o'rnidan chacharab turdi-da, itiga mindi va hozir turgan 50cha jangchini otlantirib, oldirash chiqib ketdi. G'aldan, Qusan, Bavudunlar G'ani o'zi bormay, boshqa birsini boshliq qilib avatsimi bo'ldiganligini aytib, uning oldini to'sab beqishdi-yu, lekin ularning iltimosini ilik olmagan Batur javob o'rniga ola etini zarba bilan qamchiladi. Aslida Arshangdan pitirab qochgan va keyindan qo'g'lig'uchilar bo'lmaganlikdan bir-biriga qo'shilib, bo'rtala tarafga o'tib ketishga harakat qilishgan cheriklarning qarsini yiroqdan ko'ribla Xitoylar besib kelyotidi deb xato xabar qilingan edi. Ot ko'ksida qarni kechib, o'yman dashtlarni aylanib, oldini to'rgan jangchilarni ko'rgan cheriklar oxir halok bo'lishini bilganlikdan pozitsiya tutishga majbur bo'lishdi. Ular xuddi o'ylaga solangan eshikni to'rib olgan odamga jon achchig'ida etilgandek, jinini qutuldirmoq uchun to'sab chiqqan jangchilarga qarata o'q etib hujumga o'tishdi. G'ani Baturning jangchilari sheriklarning hujumini himirib, oldingi safni buzib o'tib, ichkirlab kirishdi. Tun qorong'usida o'yman cho'nqurni bayqagani bo'lmaydi. Kültük qarga atlarning oyoqlari petib, olg'a ilgirlamak tas. Ola at sapning oldida qarni keng ko'ksi bilan bo'sib kelmoqda. Uning ustidagi qahramon bo'lsa, tizginini og'ziga tishlagan holda, ikki qo'lidagi ikki mavzuri bilan oppoq qor ustida qariyib ko'ringan Xitoy cheriklarini xato ketkizmay do'malatib, hamon olg'a intiladi. U qiziqib ketganlikdan jangchilardan xilila ilgirlab ketganligini bayqamadi. Oxir mavzurlarining o'qi tugidi. Yangi o'qlarni silish uchun etini to'xtatdi. Xap, lolma o'q, la'nati o'q. Go'yo bir patman gurza bilan urgandek bilindi Baturga. Lekin u yiqilmadi. Qing'iyib etining bo'ynini mahkam quchoqildi va olg'a, olg'a unlik komanda berdi. Vafodor yo'ldoshi Ala at uni jang maydonining sirtiga ilib chiqdi. Baturga o'q tegdi. O'q! Qahramonimizga o'q tegdi. Yuraklarni yerib chiqqan pig'onliq nolalar so'g', qorliq dalani bo'ylab yiroq-yiroqlarga ketdi. G'ani Batur boshchiligidagi g'alabalik yurish shu yerda to'xtadi. 22 bob. Ko'k darvozliq uyning oldi kecha-kunduz odamdan xoli emas. Keyingi vaqtlarda zaratgohga aylangan bu qadinas uy har kimning ko'ngliga yaqin, ko'ziga issiq ko'rinadi. Keldi-ketdi odamlar har millat, har kasbga mansub bo'lib, yiroq yizo sahrolardan, hatto chet nohiyalardan kelganlarmi bor. Hammasining maqsadi, tiliki bor. G'ani Baturdan hol so'rash, ko'ngil aytish, hamdam bo'lish. Ular Batur bilan didorlashib, uning jarohati saqayib, salomatligi aksiga kelayotganligini yurtdoshlarga chapsonroq yetkazishga oldiraydi. Alman talman atqa minib chapidi. Ana, Qosimmirab chiqdi, dedi kimdir biri to'p ichidan. Odamlar shu tarafga og'di. Va, Baturmiz avval qaptiga kapti. Ha? Men shundoq kirvidim, bilimdiki potamdan tutib, dast ko'tarib, uyni bir aylantirib chiqdi, dedi havas ichira Qosimmirab. Barakalloh, barakalloh. Xudo shifotlik bergay, ilohim. Talat tuzga chiqmamdikin, doktor degan chirmash haqkan, qo'yib bermay o'tibdi. Rasta, sherni qafasga solgandek, o'zimi uyda yetib, ishdak zirkib ketgandu. Doktorlar mushu hafta ichida qo'yib bermasa, bir kechida otni minimanda taqqa chiqib ketaman deydi. U burundan deganini qiladi. Qosimmirab
otlanib ketgandan keyin tekas kunaslardan kelgan qozoq mo'ng'ullardan 2 kishi ko'k darvozaning ichiga g'ani boturning huzuriga kirib ketishdi. Shu oraliqda kolaskada o'ltirib ko'chadan ildam o'tib ketayotgan Rahimjon Sabiri u ichki ishlar noziri bo'lgan edi. Zamonni ko'rib qoldi-da, kolaskani to'xtatqizib, uni yiniga chaqirib oldi. Bu yerda nima qilib yursan, Zaman? G'inikamdan hol so'ray deb keldim. Tunugun ko'rishganimda seni so'ragan. Menmu Batur bilan aramxuda mundishish paytini kutib yuraman, dedi Zaman. Nimishqa ishkir kirmiding? Munu har xil odamlardan ta'sirlanib turib qoldim. Avu tugun tutgan mo'may bilan hastayinib, aran oyoq o'ri turgan dumchak buvayga qarag'ina. Qaradim, nim bo'pti? Hayron bo'ldi Rahimjon. Yura, vaqting bo'lsa so'zlashib ko'rayli. Rahimjon soatiga qarab olib Zaman bilan tugun tutgan mo'mayning oldiga kelishdi. Salom, cho'ngina. Bu yerda nima qilib turdilar? Yelimliq bilan so'radi Zaman. Mo'may puzur kiyingan so'latlik Rahimjondan ayminib javob berish o'rniga lechki bilan yuzini qiyos yepib oldi. Qo'rqmaslar, biz o'z bolalari, deb mo'mayning tugunini tutdi Rahimjon. Bu tugundiki nima? To'qoch, Chuluqaydan keldim. Chuluqaydan? Cho'chigandek so'radi nimanidir esiga olgan Rahimjon. Ha, Chuluqaydan. Tugmanchi. Bo'ldi. Tugmanchi Mo'min tog'ining. Sizlar uni nerdan bildilar, bolam? Mo'may amdi yuzini ichib, aymanmay so'radi. G'ini Batur Zaynab qizinglarni bo'rlarning og'zidan qutuldirgan kuni biz Chuluqay dedik. Rost, bolam. Shu bizdeklarning otasi, boshpanasi G'ini Baturni o'z ko'zim bilan ko'ray, rahmatimni aytay deb kelishim. Mo'may o'pkidab qoldi. Yursizlar, deb Mo'mayni qo'ltig'idan yo'lab, ko'k qapqa ichiga kirgizvatdi Rahimjon. Sizlar qayerdan keldilar, cho'ngdida? So'radi Zaman bovayga salom bergandan keyin. 10 yer yuzidan, o'g'lim. Shuncha yiroq yerdan avar bo'lib kelibdilar. Avar bo'lamdigan G'ini Batur deganga 80 qatim salom bergili kelsakmi, ortiq ketmaydi. Jumo o'g'lim, u mening yolg'iz o'g'limni o'limdan qutuldirganda. Xo'jundiki nima? Nashbut o'z big'imning qishicha saqlagan. Baturimiz ussiganda yesin, yurakka shifo bo'larmikin dedim. Yaxshi niyat, dedi-da, bovayni qo'ltiqlab opirib, ichkari kirgizivatdi Rahimjon. Sizchu tata? So'radi 10 yoshlik bola bilan turgan tatar ayoldan Zaman. Kuyavimning beshini kesar oldida G'ini Batur qutuldirib olmagan bo'lsa, 4 bolam yetim qoladi. Shunga Baturning holini so'rab, rahmat etish uchun bolam bilan keldim. Rahimjon bilan Zaman to'pni aralab xili odamlardan nima sababdan kelganligini, Baturdan nima talab qiladiganligini surishti qilishdi. Ularning ba'zilari yuqoridagidek hol so'rab minnatdorlik izhor qilishga kelgan ekan. Ba'zilar salomatligini bilishga kelishgan. Bularning ichida o'ruslarning popi hol so'rab kelibdi. Xalqning izzat hurmati va ishonch muhabbatiga ega bo'lish naqadar zo'r baxt, dedi xalqning G'aniga nisbatan chin e'tiqodidan ta'sirlangan Rahimjon. Darhaqiqat, G'ini Batur xalq qalbidan mangu o'rin elib, jasorat, qahramonlik ulgusi bo'lib qolg'usidir, dedi Zaman va sal o'ylanib qo'shimcha qildi. Hammalar ana qahramon tug'maydi va hamishamla qahramon tug'ilavermaydi. Tugidi. Birinchi kitobning oxiri. 1978 yil Olmuta.